Bolalarim juda ham pitsa yaxshi ko'rishadi. Hadeb ko'chadan olib beravering edi. Bugun uydagi bor masalalardan o'zim pishirib berishga qaror qildim. Buni sizlar bilan ham ulashgim keldi. Birinchi bo'lib 2 stakan sut, 1 stakan suvi iluvdan issiqroq holatda idishimizga solib olamiz. Unga 1 qoshiq dro'jji tuz solib, yumshoq qo'lga yopishadigan xamir qorib olamiz. Keyin ozgina yog' solib, yana xamirimizga ozgina ishlov beramiz. Ustini yopib, suv joyiga olib qo'yamiz. Xamirimiz tayyor bo'lguncha masalalarni chiqazib, tayyorlab olamiz. Pomidorlarimni mana shunaqa pare shaklida to'g'rab oldim. Keyin ketidan o'rtacha kattalikdagi bitta piyozimizni ham yuqqa pare shaklida to'g'rab tayyorlab qo'ydim. To'xtani zotlarni 2 xil kolbasasidan ishlatdim. Ularni somoncha shaklida to'g'rab oldim. Bolalarimga juda ham shu kolbasaning mazasi yoqadi. Ketidan mozzarella sirimizni olib, uni ham cho'rqadan o'tkazib olamiz. Do'konda faqat shunisi bor ekan, shunisini ishlatdim bu safar. O'zi kiloli olardik. Keyin xamirimiz mana tayyor bo'ldi. Xamirimizni 3 bo'lakga bo'lib oldim. Ikkita kattaroq, bitta kichkinaroq bo'lakcha chiqdi. Birinchisini listga tagiga ozgina nonni kasha sepib olib, yo'qa qilib yoyib olamiz. Ustidan vilka bilan teshib chiqamiz. Bo'lmasam xamir ishib ketadi. Ustiga ozgina ketchup, mayonez solib surib chiqamiz. Keyin ozgina sir sepib, ustidan 2 xil to'g'rab olgan kolbasalarimizni solib, ustidan pomidor, piyozlarimiz bilan chiroyli qilib bezatib chiqamiz va 20 daqiqaga duxovkaga qo'yamiz. 20 daqiqadan keyin mozzarella sirimizdan ko'pgina qilib ustiga sepib, yana 5 daqiqaga sovuramiz. Bu ikkinchi listim. Buni qiymali qildim. Qiyma bilan piyozni ozgina yog'da qovurib olib, xamir ustiga yoyib chiqdim. Ustidan pomidor, piyozlarimni terib, qaynatam. Uncha sir yoqtirmaganlar uchun buni ustiga boshqacha massa qilaman. Buning uchun yarim peli kefir, 3 ta dona tuxum va ozgina sir kerak bo'ladi. Mana shundan hammasini solib, yaxshilab aralashtirib, pitsaning ustiga quyib chiqaman. Bir tekisda yoyib olaman. 180 gradusga 20 daqiqaga duxovkaga qo'yamiz. 20 minut ichida ustlari chiroyli bo'lib qizarib pishib chiqadi. Bunaqa pitsani yosh kattaroq, ketchup, mayonez, kolbasa, sosislarni uncha xush ko'rmaydigan odamlarga pishirib bersanglar, duo qilib yeyishadi. Mana 3-xamirimni yoyib beryapman. Buni qizim o'z fantaziyasi bilan bezatmoqchi. Xuddi birinchi pitsaga o'xshatib, ketchup, mayonez, kolbasa, sosiska, sir bilan bezatib 20 daqiqaga 180 gradusga qo'yamiz. 20 minutdan keyin yana 5 minutga ustiga ko'proq sir solib duxovkaga solamiz. Pitsamiz tayyor. Ko'chadan bitta pitsa oladigan pulimga uyda 3 ta pitsa